وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor moli davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishigini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lar. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhisalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? فَمَنْ تَبِعَهُ